Lekin qaynoq obunachilar xudo xolasa katta yo'limizni o'rnatdik. Yoniq jarayonlariga e'tibor berasizlar. Kichkina qilib 4 dona kalta bilan ilashtirib yuboriladi. Bunkerlariga ko'mirlar solib, chiroyli qilib uje tayyor. Chiqarib xudo xolasa o'sha aytib o'tilgandek aqlli miyasi hamma yoq ko'rsatiluvni sezayotgansizlar, ventilyator ishlayotgani, ichida o't yonayotgani, gradus hamma yo'qlar ko'rsatib turiladi. Xudo xolasa keyingi videolarda sizlarga yana hozir graduslarga chiqqanini bitta qator ko'rsatiladi, sistemaga baho berasizlar, lekin ko'rmagansizlar. Teskarmachasi, ustani ixtirosi ham bo'laveradi. Birinchisi bu. Yo'lasizlar, xudo xolasa hamma yo'qlar chiroyli izolyatsiyalan qilib, lavatelarigacha o'rab, xudo xolasa hamma yo'qlarni chiroyli qilib qo'yib, mashtabamiz uylariga o'rnatdik. Usta asosiy nima ish qilindi bu yerda? Buni noldan sistema qilindi. Noldan ham yo'q sistema qilindi. Parovoy otopleniyasi, ishlangan ko'ylak nima, kat yo'l o'rnatish hamma yo'qigacha. Hamma yo'q. Noldan ham yo'qni o'zi qilib berdingiz. Batta o'shon necha kvadrat? 80-100 chiqib qoladi. 80-100. Endi bu hammon tualet bilan hisoblaganda 80-100 kvadrat 200 talik qo'yib bergansiz, sababi nima uni? Chat yo'l dam olib ishlaydi. Dam olib. Umr uzoq bo'ladi, rasxodi kam degani bu. Xuddi shunaqa. 150 talik ham hisobbatga bemalol aytadi. Siz endi misol $100-200 farq qiladi xolos, obunachilar. $200 farq qiladi xolos, lekin ertaga misol 10 yil emas, 15 yil bemalol ishlatishaveradi. Ishlatishaveradi, keyin ayvonlarni ham qo'shishaveradi. Ha, hatto ayvonlarni hisobini olib ham misol 150 kvadrat minus plus ayvon ochiqini hisoblaganda hisoblaysiz. Endi mana chamamda bir gaplashganimda akneda o'dingiz. Xo'p, usta primerni qancha xarajat ketdi? Kat yo'l hamma yo'g'i, usta haqi hamma yo'g'i bo'lib. Usta haqi, rasxod materiallari bo'lib bir 15 millionga borib qoldi. Minchorsan usta. Usta hazillashmang. Kat yo'ldan tashqari 15 million. Siz arzon aytyapsiz. Eng kamida 25 million deyshadi. O'bchi hisoblasa bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 6 ta uy yo'qmi? Usta. Bu sirri nimada buni? Endi magazin o'zimizniki bitta joydan. Har doim olingani uchun, ha. Yengiladi. Xo'p, bu degani kat yo'l bilan endi minus plus kat yo'l bilan $3000 ga bitta uy zo'r sistema bo'ladi. Xotirjam zakonni sistema bo'ladi. Xo'p, usta, garantiyasi qanaqa? O'rnatilgan ishlarga, narsalarga garantiyani ayting. Bizga misol hamma odam qanaqa garantiya beradi, nima deydi? Shu narsa savol juda ko'p bo'ladi-da. Istishiga javob. Aha. Bu qiziq, isitib beramiz, o'zimiz yoqda ishirib ketamiz. Agar muzlatib qo'yishmasa, bitta joyda muzlatib qo'yishmasa, yorilmasa, ishga 3-4 yil, 5-10 yil ham javob. Mashalloh usta. Qo'rqmay 3-4 yilda bordingiz. Malades. Ko'rasizlar, videolarni chiroyli qilib o'zi. Shu bola tushuntirib narsa qilib beryapti. Hamma yo'llarini yonish jarayoni, hamma yo'llari o'ta go'zal. Bitta yonishini ko'rsatib beraylik. Bitta yonish. Bitta ko'rasizlar. Sekin ilashyapti akalar. Bu xo'p, ko'mirga o'tyapti. Bitta ko'rasizlar. Ko'mirga o'tayotgan holati. Ventilyator narsalarni qo'shib qo'yib, o'sha bu 20 gradus, o'sha sirrazi 5 gradus ko'tarildi. 60 gradusga qo'ygan. Podpiskani ayamaysizlar, sog' bo'lasizlar. Keyingi videoda isitib chiroyli hamma yo'larni yana bitta chiroyli video qilamiz. Sog' bo'lasizlar.